Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda, uzoq tomonda to'polonchi Masha bor ekan. Masha ayiq oldiga kelib, bugun nima ish bilan shug'ullanamiz debdi. Lekin ayiq undan zerikib, to'yib, uni to'polonlaridan charchab ketibdi. Masha ayiq bilan o'ynashni so'rayverib, ayiqjon, o'ynaman bilan deb oxiri uni o'ynashiga erishibdi. Mashani eng yaxshi ko'rgan ishi bu ko'chada velosiped uchish ekan. Lekin ayiq unga aytibdi: "Ko'p uchma, ehtiyot bo'lib uch, yiqilib tushasan, keyin oyog'ing og'rib qoladi, keyin majbur bo'lasan, velosiped ucha olmaysan boshqa" debdi. Lekin Masha uni gapiga quloq solmabdi. O'rmonlarga, daraxtlarga, qolgan hayvonlarga qaramasdan velosipedda tez uchibdi. Xuddi ayiq polvon aytganidek, Masha yiqilib tushibdi. Butun o'rmonga Mashani yig'isi eshitilibdi. Bo'rilar, qushlar, cho'chqacha hamda echkivoy, quyonvoy bilan birga Masha yig'layotgan tomonga borishibdi. Mashani ko'rsa qarasa yig'lab yotgan ekan. Uni darhol ko'tarib, uyga olib kirib, oyoqlarini boylab, unga qarab o'tirishibdi. Ayiq unga aytibdi: "Men senga aytgandim-ku, bunaqa tez uchadigan bo'lsang, albatta yiqilasan" deb. "Endi-ki, men senga yiqilmasdan uchishni o'rgataman" debdi. Shunda ayiq velosipedga o'tkazib, shoshmasdan velosipedni ushab, Mashani yiqitib qo'ymasdan sekin uchiribdi. Bunaqa sekin uchish Mashaga yoqibdi. U uchishni qattiq o'rganib olgandan keyin sekin tezlashishni boshlabdi. Keyin yiqilmabdi. Shu bilan Masha velosipedda mohirona, ham tez, ham to'g'ri uchishni o'rganib olibdi. Endi keyingi sport nimada? Endi yuguramiz debdi. Ayiq: "Voy, charchamadingmi velosiped uchirib ertalabdan kechgacha, endi yugurasanmi" debdi. "Ke Mashaxon, ovqat pishirganman, birgalashib yeb olamiz" deb ikkalaligi pishirgan oshni yeyishibdi. Osh juda ham shirin chiqibdi. Ayiq polvon o'zini qo'llari bilan oshni tayyorlabdi. Lekin osh ko'p chiqqaniga qolgan hayvonlarni ham chaqirishibdi. Hammaligi birgalikda bitta stol atrofida o'tirib, maza qilib yeyishibdi. Masha hammaga rahmat aytib, boshqa hayvonlarni bezovta qilmaslikka, to'polon qilmaslikka, ularning asabini buzmaslikka va'da beribdi. Lekin bu vaqtincha ekan. Mashani bilasizlar-ku qanaqa qizligini. Ovqat yeb bo'lgandan keyin stolni ham yig'ishtirmasdan yana ko'chaga chiqib ketib, yana to'polon qilishni boshlabdi. Yuguraveribdi, u yoqqa yuguribdi, bu yoqqa yuguribdi, olmaxonlarga xalaqit beribdi, quyonlarga xalaqit beribdi. Hamma hayvonlar Mashani bu qiliqidan charchab ketibdi. Ertagimizning keyingi qismini keyingi ertakda aytib beraman. Sizlar bizning kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar.